Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, bamsizlar, jonlimizlar, sizlar bilan har doimgidek Kobulov kanali. Bugungi sanamiz 5-mart haftaning 4-kuni. Hozirgi videomizda xudo xolasa Xivali G'oviklar bratlarimiz, ya'ni Sanatbek ogamiz uka uyimda boqib o'tiran bir ajoyib bundan kasal sog'lig'ina garantiya, sog'lom o'kizim bor dedi. Teni olib turan, to'g'ri yema bosib beradigan o'kizim bor dedi. Shuni sotajakman, o'rzaga ketib o'tirman uka dedilar. Qo'ldan kelincha sizlar o'kiz haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Og'amizning ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefonlashib, savdolansini qilaverasizlar xudo xolasa. O'kizimizning bo'yi, basti, buru ko'rk o'rtoqlarni o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. E'tiqoni o'zida boqsa oladigan variantlardan yana tufalam ko'rib turibsizlar. 100% sog'lom deb tutag'alarimiz o'zi niyat qilib boqib o'tirar ekan. Ko'rib turganlarni isteyin. Semizlik ham yomon emas, bo'ylari bir ko'rk, plusi bor, minusi yo'q o'rtoqlar. O'ynab turan mol 100% emlanib turibdi. To'g'ri yema bosadigan variantlardan. Endi og'amiz o'rsa ketchak ekanlar, shunga uyinda boqadigan odam bo'lmaganligi uchun sotib ketajaklar. Hurmatli obunachilarimiz, buning tan narxi aytilish bahasi 26 million ustunda galishlanadi. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, og'amizning ekranda nomerlari bor, bemalol o'zingiz telefon qilib savdosini qilaverasizlar. Og'a odam xayrini ko'radi, ajoyib deb boqsa zo'r bo'ladigan o'kizlardan. O'zingiz bo'yi bastini ko'rishingiz mumkin. Albatta, telefonlashib, telefon orqali qilinmagan savdo bo'lmaydi o'rtoqlar. O'zingiz borib, ko'rib, savdosini qilsangizlar, shtobi o'zingizga ishonch hosil qilgandan keyin bo'yi basti, e'tiqoni, kasal sog'i hammasini ishonch hosil qilgandan keyin savdo qilganlarsa yaxshi. Shunda o'zingiz ko'rib, bir o'zingizga yoqadigan bo'lsa savdosini qilaverasizlar. Unda og'amizning ekranda telefon nomerlari bo'ladi, bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Hammangizga charog'ingizga baraka bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Kobulov kanali bo'ldi.